Poytaxtimizdagi Humo Arena majmuasida O'zbekistonda ilk bor keng miqyosli madaniy va ko'ngilochar dasturlarni shahar tadbiri formatida birlashtirgan Pepsi Lazzatli Fest gastronomik festivali bo'lib o'tadi. Ushbu dastur Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan yirik bayramlardan biri. Muxbirimiz Farangiz Karayeva tafsilotlar bilan bo'lishadi. Lazzatli Fest poytaxtimizda mazali taomlar, musiqa va ko'ngilochar tadbirlar markaziga aylanadi. Pepsi Lazzatli Fest o'zida o'nlab gastronomik hududlar, street food formatlari hamda mashhur taomlarning mualliflik talqinlari va shuning bilan birgalikda degustatsiya dasturini o'zida jamlaydi. Festivalning asosiy qismi Guinness World Records doirasida rasman qayd etilishi rejalashtirilayotgan 3 ta yirik gastronomik rekord bo'ladi. Nafaqat rekord o'rnatish, balki o'zbek oshxonasi va gastronomik madaniyatini kengroq targ'ib qilish. 22-may kuni 1000 ta lavash, tasavvur qilinglar, 1000 ta lavash danir tayyorlashadi. 23-may kuni 800 kiloli bo'lgan eng katta lag'mon pishiriladi va 3-kuni 24-may kuni 45 ta tandirlarda 12000 dan ortiq samsat pishiriladi. Undan tashqari qanaqadir yil an'anasiga, ya'ni har yili o'tkazilayotgan eng yorqin festivalga aylanadi deb umid qilamiz. Hozirda Humo Arena hududida qizg'in tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. 3 nuqtada maxsus sahnalar barpo etilyapti. Hudud zamonaviy dekorativ bezaklar bilan bezalmoqda. Kelishi kutilayotgan yurtdoshlarimiz uchun barcha qulayliklar qilinyapti. Har bir detal, har bir tashkiliy jarayon yuqori darajada olib borilmoqda. Bu yerda dunyoning turli mamlakatlari, jumladan an'anaviy o'zbek, hind, italyan, amerikan, gruzin, turk va yapon taomlari taqdim etiladi. Umid qilamiz, 3 ta yo'nalishda ham jahon rekordini qayd etamiz. To'plam 80-100 ta oshpazlar 3 kun mobaynida xizmatda bo'ladi. Gastronomik qismdan tashqari mehmonlarni musiqiy chiqishlar ham kutmoqda. Pepsi Lazzatli Fest gastronomiya, madaniyat va zamonaviy dam olishni birlashtirgan yirik tadbirdir. Festival 22, 23, 24 may kunlari soat 15:00 dan kechki soat 22:00 ga qadar davom etadi. Kirish mutlaqo bepul.